Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, biz hozirda sizlarga bitta yangilik ulashmoqchi bo'lib video qilyapman. Hop, biz videolarda aslında mana bu stokani yasaganman. Qo'ldan kelgancha mana shu kolodrekalaridan endi xayolga keltirib yasaganmiz. Mana shunga telefonni mononga o'rnatib olib, shunga o'rnatib olib, bir chekkaga qo'yib olib, mana bunday qilib qo'yib olib turib video olasizda. U tomonda orqada o'zim ishlardim. Ko'p holda mana shu narsani pastga tushirib chiqarishda muammolar judalik ko'p bo'layotdi-da. Endi bunga mana bu yangilik ishlab chiqardik. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqa nima yangilik? Bundan ko'ra bo'yi pasu deganlarga bu hozir mana narsasi ko'tariladi. Hozir videoda to'xtatib turib, mana unga o'rnatib endi yana bundan foydalanamiz. Bir qator ko'rsataman sizlarga. Hop, buni qulaylik tomoni mana bu telefon o'rnatadigan narsamiz ham manaqada gorizontal ham vertikal holatda, misol telefonda syomka qilsak bo'ladi. Va yana bitta narsa bu mana hozir mana bu boshqacharoq teshib qo'yiladi endi. Mana holatda uzayaveradi. Mana holat uzayaveradi. Endi oxirgi uzaygan nimasi mana shu ekan. Bu o'rnada mana balandligini ko'rishingiz mumkin. Teshiklarni kattaroq qilamiz ekan. Xudo xolasa mana bitta yangilik qildik. Bemalol syomka qilsak ham bo'laveradi. Ixchamroq bu yerga olib borganimizda, olib kelganimizda oyog'ini ham mustahkamroq qildik. Tekis zoniyalarga chiqarib shunaqa yangilik qilib qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa yasab olsanglar bo'laveradi ekan. Bu videoga albatta like bosib ketinglar. Hammaga rahmat.